Assalomu hammaga, hali kech. Korchi, nima demoqchiman? 21 karaj to'xtamni urishimiz kerak edi. 21 urisha olmadi. O'tgan urushganlik sababli urisha olmadi. Dekabrda urishaman, dekabrda formada bo'laman dedi. Xo'p dedik, dekabrda men bo'yda o'tkazdim, dekabrda kutdik. Bo'yimdan keyin korchi rasm qo'yib, lenta qo'yapti. Data или вес deb. Men kommentariya kirib yozyapman. Libo fight, libo время deb yozyapman korchi. Story qo'yapti. Dekabrda kulachka, martda MMA qiladi deb. Keyin shu narsani dekabrda qilaylik. Toshkent Humo arenani yondiraylik. Agar yeslichi haqiqatan jilani bo'lsa bo'yiga, shu narsani Humo Toshkentda Humoda qilaylik. Agar jilani yo'q bo'lsa bo'yiga, keshu temani yopaylik. Men oshcha tuda-sutaga toqatim yo'q. Men boshqa yerda urisha olmayman. Chunki Oktagon bilan kontragim bor. Boshqa ligada urisha olmayman. Hammaga assalomu alaykum.